Нәрсә аңлата шәп билгесе төрекләрдә? Alhamdulillah bizning konkursimiz tamam. Endi shu konkursda bizga shart belgisini bildirgan kerak edi. Bizning jengishimiz Aydar abi. Tabriklar qutlaymiz. Sizning bo'laringiz. Endi Aydar abi bir so'z, ikki so'z bilan aytsangiz yaxshi bo'lar edi. Qayerdan bildingiz bu bilgini? Birdan bir javob durust beruvchi bo'ldi Baratik Aydar abi hamda 4 kun bo'ldi bu. Nechanchi kuni siz berdingiz xatirlamayman. 4 kun bir kimda javob bermay, sizdan siz bir javob berishida bo'lmadi. Turli javoblar bo'ldi. Endi tuzay yozmaganda video bo'ldi, turli javoblar bo'ldi. No, durustni to'g'ri sizga berdingiz. Qayerdan bildingiz? Men o'zim tarix bilan qiziqsam, tarixni yaratam. Kichkinadan kitoblar o'qiyman. Hamda bir o'qib yozmada men o'qigan edim. Turkiy xalqlarda, yozmasam qozoqlarda shu o'qishlar endi bulay barmoqlarni ko'rsatganlar. Allar chunki mana bu bosh barmoq endi o'q otganda eng kerakli a'zo bitimda bosh barmoq bo'lmasa o'qdan otib bo'lmaydi. Shunga ko'ra endi Turkiy babalar ko'rsatgan mening barmoqlarim, a'zolarim salomat, ham men hali ota olam deb endi. Ham bu shundan shart belgisi kebek ma'noga ega bo'lgan. Ya'ni yevropeylar bulay ko'rsatganlar meni barmoqni. Viktor deb taniydir. Chunki ular yevropeyskiy stilni ataga bo'latib ikki barmoq bilan, orqadan 3 barmoq bilan. Va Turkiy bizning babalarimiz уже yine olib bunda ko'rsatgancha уже barmoq bosh barmoq bilan qo'yib, endi ko'rsatgan barmoq bilan zamoqqa olib tortib olganlar. Demak, alhamdulillah, Alloh razı bo'lsin. Tarix endi kerak. Shunga ko'ra tarixni o'qirga, o'rganirga chaqiram. Bizning butun islomimizda shu tarix bilan bog'liq. İslam tarixi biluv endi bek kerak endi birinchi shiratda ham endi o'zi bizning abi bobolarimizning tarixida bek bilirga kerak. Ular nechuk yashaganlar, ham o'tganini bilmagan xalqning kelajagi yo'q degan. Shunga ko'ra endi barimizni da shunga chaqiram, din bilan qiziqsinlarga, din tarixida o'rganirga, ham endi shuning bilan endi tarix osha endi shunda kelirga, masjidlarda o'ratalar. İslam tarixlarini, Tatar tarixlarini. Shunga ko'ra endi shunga barimizda endi shu tariximizni o'rganib, birdan yasharga Alloh taolo nasib etsin. Amin. Allah razı olsun. Biz rahmet sizga.